Nomida 2-3 ta mashinasi borlarga jarima ballari o'zi rulda bo'lmasa ham yozilaveradimi deb savol berishibdi. Ha, albatta do'stlar, agarda sizning nomingizda 2-3 ta mashinangiz bo'lsa va ushbu mashinalarni siz o'zingiz haydamasangiz ham ushbu mashinalar orqali kelgan jarimalar sizning nomingizga rasmiylashtiriladi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, jarima ballari mashinani haydagan odamning o'ziga yozilishini ko'rsatib o'taman. Buning uchun MyGo ilovasidagi kabinetingizga kirib, qidiruv qismidan jarima balli deb yozsangiz, yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun javobgarlikni boshqa shaxsga o'tkazish nomli xizmat chiqadi. Shunga bosib, xizmatdan foydalanish tugmasini bosamiz. Ommaviy oferta chiqadi. Ommaviy oferta bilan tanishib chiqqanimizdan keyin keyingisi tugmasini bosamiz. Ikkinchi qadamda esa boshqaruv huquqini berish asosini tanlab olamiz hamda pasport seriyasi, raqami va telefon raqami kiritiladi. Boshqarish huquqini berish sanasi qachondan qachongacha ushbu huquqni berish belgilanadi. Agar ishonchnoma orqali berilgan bo'lsa, ishonchnoma yuklanadi va yuborish tugmasi bosiladi. Narigi haydovchi o'zining MyGo'dagi kabinetidan kirib tasdiqlaydi. Shu bilan jarima ballari mashinani haydayotgan haydovchiga yozilishni boshlaydi. Bundan-da foydali ma'lumotlardan qolib ketmaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Videoni esa 2-3 ta mashinasi bor do'stlarga yuborib qo'yishni unutmang.